Oldingi videolarimning izohlariga qaraganda juda ham ko'pchiligingizga time management, ya'ni vaqtni kun, hafta, oy va yil davomida to'g'ri taqsimlash mavzusi juda ham qiziq va kerak ekan. Shuning uchun bu videoda men sizga har kuni qo'ygan ishlaringizga, hattoki undan ko'piga ham ulgurishning 5 xil usulini beraman. Va agar shu 5 xil usulni ham kombo qilib ishlatadigan bo'lsangiz, siz 90% odamdan unumdorliroq shaxsga aylanasiz. Qani ketdik. Birinchi qadam miyani bo'shatish. David Allenning Getting Things Done degan kitobidan olgan asosiy darsim bu miya ishlarimizni saqlab turuvchi, ularni bizga shunchaki eslatib turuvchi narsa emas, balki ularga yechim topadigan, ularni ustida ishlash uchun ishlatiladigan narsa. O'zingizga bir savol berib ko'ring. Hozir nimadirni qilishim kerak degan xayollardan nechtasizda? Juda ham ko'p. Va aynan o'sha xayollar sizni orqaga tortaveradi. Chunki masalan, nimadirni hattoki qilayotgan paytingizda ham ikkinchisi hal qilinmayapti deb sizni xavotirlantiraveradi miyangiz. Va asosiy g'oya qilmayotgan ishlaringiz haqida xavotirlanaverasiz. Va bu xavotir hozirgi qilayotgan ishingizni ham samarali qilishga yo'l bermaydi. Qolgan ishlaringizni qilishga ham xohishni kamaytiraveradi. Shuning uchun miyangizni butunlay bo'shating. Butunlay bo'shatish uchun esa ularni shunchaki boshqa joyga o'chirsangiz bo'ldi. Google kalendar bo'ladimi? Notion bo'ladimi? Yoki shunchaki daftar bo'ladimi? Ularni ko'ra olsangiz bo'ldi. Va barcha xayollar deganda rostdan ham barchasi. Onangizdagi shunchaki qiyshiq turgan kitobmi? Yoki o'z joyida turmagan narsami? Yoki katta proyektmi? Hammasini yozib chiqing. Mana bu 100% bo'shashi kerak. Hop, endi miyamizdan hamma xayollarni chiqarib tashlaganimizdan keyin ular ustida ishlasak ham bo'ladi. Va endi har bir yozib chiqqan vazifamiz, ishimiz ustida 3 ta D formulasini ishlatamiz. Ya'ni do it, delegate it, defer it. Ya'ni bajar, topshir yoki rejalashtir. Har bir ishimizga kelganimizda, har bir yozilgan narsamizga kelganimizda savol beramiz oldin. Bu ish 2 daqiqadan kamroq vaqt oladimi? Va agar 2 daqiqadan ham kamroq vaqt olsa, uni joyida bajarish kerak. Agarda 2 minutdan ko'proq vaqt oladigan bo'lsa, yana bir marta savol beramiz. Bu ishni kimdirga topshira olamanmi? Agarga topshira olsangiz, topshiring. Bo'lmasa, keyin rejalaringizga qo'shishingiz mumkin. Va o'sha topshirishga kelganda ham bir muhim narsa. Siz uni topshirishdan oldin o'zingizni 1 soatlik bahoyingizni bilib olishingiz kerak. Buni bilish uchun 1 oylik maoshingizni o'sha 1 oy davomida necha soat ishlaganingizga bo'lishingiz kerak. Va agarda topshirmoqchi bo'lgan odamingiz o'sha vaqt davomida topadigan pulingizdan arzonroq qilib beradigan bo'lsa, qo'rqmay topshiravering. Agar tekinga bo'lsa, vashcha zo'r, lekin u ham insof bilan. Va shu joyida agarda kimgadir mening shaxsiy hayotim va chet elning top universitetlariga qanday tayyorlanayotganim qiziq bo'lsa, shu videoni sal kichiklashtiring, kanalimni ustiga bosing va tagidagi silka bilan Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Endi hozir haliga rejalashtirishga olib qo'ygan ishlarimiz bor edi-ku, endi o'shalarni kunlik taqsimlab chiqishimiz kerak. Endi to'g'ri, har kuni qaysi ishlarimizni shunchaki nomini yozib qo'ysak bo'ladi, lekin bu bizda aynan hozir qaysi birini qilay ekan degan savol tug'diradi har kuni. Va miyamizda qancha bizni chalg'ituvchi va charchatuvchi savollar qancha ko'p bo'lsa, unumdorligimiz ham shuncha kamayadi. Shuning uchun men shaxsan Google kalendar ishlataman, chunki unda har kuni qaysi soatda nima qilishingizni yozib chiqishingiz mumkin. Va sizlarga maslahat, ideal hafta deb bir haftani nomlang. Va o'sha ideal haftangizda qaysi soatda, qaysi kuni nima qilishingizni yozib chiqing. O'sha yozib chiqqan ishlaringizga qaraysiz, o'shalarni shunday taqsimlab chiqaverasiz. Ha, ideal aynan hafta,
oy emas, yil emas. Chunki hayot tez-tez o'zgarib turadi. Ya'ni rejamiz ham tez-tez o'zgarib turadi va bunaqa katta muddatlarga reja tuzib yuborish sal xavfliroq, ishonchsizroq. İşlaringizni kunlik taqsimlayotganingizda bir muhim maslahat: har kuni o'zingizga bir savol bering. Shu kunimdagi ishlarimdan qaysi birini bajarsam, shu kunimdan qoniqqan bo'laman. Va aynan o'sha ishni, o'sha kalendaringizni o'sha kunining tepasiga qo'ying. Undan keyin qolgan ishlarni qo'yaverasiz. Va bu ham unumdorligingizni va ham har kuningizdan qoniqish ehtimolini ham oshiradi. Parkinson qoidasi shunday yangraydi: har doim ish unga ajratilgan muddatni to'liq qoplaydi. Ya'ni masalan, agar sizga bir ish 7 kunlik muddatga berilgan bo'lsa, siz uni 7 kunga teng taqsimlab chiqasiz. Ya'ni 7 kun ozgina bajarib, oxiri bajarib topshirasiz. Agarda o'sha ish sizga 1 kunga berilgan bo'lganda, siz bir kuni har soati tapir-tapir ishlab bo'lsa ham, lekin topshirardingiz o'sha ishni. Ya'ni ish hajmidan qat'iy nazar unga berilgan muddatga teng taqsimlanadi. Bundan chiqariladigan xulosa shuki, sizning ishingiz qanchalik tez bajarilishi unga berilgan tugash muddati, topshirish muddati, ya'ni deadline'ning qanchalik qisqaligiga juda ham qattiq bog'liq. Shuning uchun keyingi safar sizga qanaqadir ish berilsa, unga iloji boricha qisqa deadline berishga harakat qiling. Ana o'shanda miyangiz o'sha kungacha iloji boricha ko'proq ish qilishga harakat qiladi. Oxirgi qadamga o'tishimizdan oldin, agarda oramizda HRlar bo'lsa yoki hech bo'lmasa tanishingiz HR bo'lsa, sizlarga hrblog.uz degan katta platformani tavsiya qilaman. Bu saytning ichida HRlar uchun onlayn kurslar, u kurslarni o'tgandan keyin beriladigan sertifikatlar, hujjat namunalari, statut kalkulyatori, maqolalar va xizmatlar sahifasi mavjud. Ya'ni HRlar uchun deyarli hamma narsa bor. Shuning uchun agar shu yo'nalishda ishlasangiz yoki bunga hech bo'lmasa qiziqsangiz, hrblog.uz saytiga kiring va registratsiyadan o'ting. Hozirgi zamonda shunaqangi sun'iy chiqib ketganki, ularning hattoki tekin versiyasi ham odam ishidan nechidir marotabaga sifatliroq, tezroq, arzonroq ishlaydi. Va men hozir qanaqadir ChatGPTga o'xshagan oddiy chatbotlar haqida gapirmayapman, balki Cloud, Minus, OpenCloud kabi ishlaringizni shunchaki qanday qilishni aytadigan emas, balki o'shani qilib beradigan agentlar haqida gapiryapman. Va nimaga qanaqadir sun'iy intellekt ishimizni sandan yaxshiroq, tezroq va tekinga qilib beraman degan payt unga biz o'zimizning vaqtimizni sarflashimiz kerak. Shuning uchun keyingi safar qanaqadir ishni boshlayotganingizda o'zingizga bir savol bering. Bu ishni sun'iy intellekt bilan avtomatlashtira olamanmi? Va agarda javob ha bo'lsa, siz nima qilishni bilasiz. Hozirgi zamon bizga berayotgan imkoniyatlardan iloji boricha unumdorlik foydalanmasak, zamondan orqada qolamiz. Mana bular esa men eng ko'p ishlatadigan sun'iy intellektlar va ilovalar va ularning ishlatilish maqsadlari. Lekin to'g'ri, sizning setingiz har xil bo'lishi mumkin. Chunki har bir yo'nalishga hozir alohida sun'iy intellekt chiqib ketgan va hammaning tanlovi har xil bo'ladi. Lekin aytib qo'yay, u ishingizni ham sun'iy intellekt bilan qilganingiz uchun ustozingiz urishganda mana ayblayvermang. U ishingizni o'zingiz qiling.